Bu lokatsiyaga lekin so'rayotgan narxlari Salohiddin вообще zo'r. Nest One'damiz o'rtoqlar. Toshkent City prям ko'rinib turibdi. Toshkent Cityga qaragan manzarali uydamiz. 14-qavat, o'rtadagi eng uzun binosi bor. Aynan o'sha yerdamiz. 34 kvadrat metr kattalikdagi chiroyli, ixchamgina, mayin ta'mirlab qo'yilgan xonadonni sizlarga tezkor obzor qilib beraman. Oxirsida zo'r shokolad narxini ham aytib ketaman. Qaranglar. Akkuratni yotoqxonamiz. Mana bu oynadan panoramniy полностью Toshkent ko'rinib turibdi. Aynan Toshkent Cityni park ko'rinib turibdi. Bu yoqqa chiqadigan bo'lsanglar, mana bu yerda yumshoqqina zona, maza qilib o'tirib qahva ichadigan miniatyurniy zonachasi. To'g'ri, unaqa uzun katta bo'lmasa ham, lekin ixchamgina chiroyli o'zini oshxonasi ham bor. Mana bu yerda ikkita ko'zi bilan va mana bu eshik ortiga esa umumiy sanuzel berkitib ketilgan hamda prixoshka bo'ylab uy ichiga kirib ketasizlar. Bu yoqda esa chiroyli va весь rost o'zingizni ko'rishchi oyna hamda mana bu yerda chiroyli garderob ham, xullas hamma sharoitlari bor. O'rtoqlar, narxi вообще shokolad. Hozirgi kunda mana shunaqa kvadraturali, baland qavatlardagi uylarni korobkasini o'ziga 100 ming so'rashyapti. Bizaga aynan uy-uy loyihasi uchun eksklyuziv narx qilib berishdi. 150 ming dollarga mana shu uyni hozir sotuvga qo'yamiz. O'rtoqlar, agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, ko'ringlar, xarid qilinglar. 150 ming dollar, 34 kvadrat metr, Nest One.